Ha, Zilola. Kechagi ishlar nima bo'lyapti? Biz kutganimizdan ham a'lo. Lekin mijozlar ko'paygan sari mahsulotlarni yetkazib berishga qiynalyapmiz. Odam yetmayapti. Ha, Ishchi kerak. unaqada sen internetga e'lon ber. Berdim. Hech kim kelmayapti. Yo'q, sen boshqatdan ber. Odamlar hozir bilsang, erinchoq bo'lib ketgan. Aynan ularga yoqadigan e'lon ber. Kim uyda o'tirib pul topishni xohlasa, bizga murojaat qilsin deb yozsang. Hamma o'zi kelaveradi oldinga. Ana o'shani ichidan o'zing chertib tanlab olaverasan. Yaxshi fikr. To'g'ri aytdingiz. Rostdan ham shunaqa e'lon bersam yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, mayli. Kosmetika do'konimiz yopilib ketmadimi? Ishlayaptimi? Yo'q, yopilgani yo'q. Ishlayapti. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Unda sen ishga kirishaver. Men ketdim. Xo'p. Keyin telefonlashamiz. Bo'pti.